Farg'ona viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida tug'ma yurak nuqsoni bilan dispanser nazoratida turgan 10 nafar bemorga yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatildi. Bemorlar uchun homiylar tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobidan yurak okklyuder moslamalari xarid qilinib, jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Mazkur zamonaviy tibbiy usul orqali bolalar organizmiga ortiqcha jarohat yetkazmasdan tug'ma yurak nuqsonlarini bartaraf etish imkoniyati yaratildi. Bemorimiz 11 oylik chaqaloq, bo'lmachalararo to'siq nuqsoni, yurak tug'ma nuqsoni aniqlangan. Shu paytgacha bemor juda ham tez shamollash, har bitta shamollashi pnevmoniyaga o'tib ketishi, bemorning jismoniy rivojlanishida ortda qolishi, ya'ni vazni kichkinaligi bilan ortda qolib kelgan. Ota-onasi shamollavergan, davolashi bilan yana shamollavergan, shunaqangi aziyat chekib yurishgan. Hozir shu bemorimizni endovaskulyar usulda nuqsoniga okklyuder qo'yib qo'ydik. Nuqsondan qutuldi bolajonimiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lsa, dushanba kuni uyga qo'yib yuboramiz.